Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Koreyadagi ayollar. Ertalabda bir video ko'rib qoldim TikTokda. Koreyaga kelgan ayollaring hammalaring samonda qo'lda ishlab chiqqansan, 70%ing. Ko'tlaring qisib yurlaring degan videoga ko'zim tushib qoldi. Opani to'g'risi ko'pchilik hurmat qilardi, menimcha. Men ham hurmat qilardim. Tanimayman, bilmayman u opani, lekin men hurmat qilardim. Nima uchun? Mardligi, bir xatti-harakatidan yuzidan bilinib turardi. To'maris avlodi ekan degan tushunchada men hurmat qilardim. Endi opa eshiting, siz hurmatingizga ko'pchilik hurmat qilardi. Hurmatingizga bajarib qo'yibsiz. Nima uchun? Siz gapirayotgan gapingizni bunday o'ylab turib keyin gapirish kerakmi? Odam bir mulohaza qilib, nima bo'ladi, nima qo'yadi? Bu internet bo'lsa, internetda har bir gapirgan gapingizni O'zbekiston kuzatadi, boshqa joy kuzatadi. O'zbekiston kuzatsa nima bo'ladi? Koreyadagi 70% hammasi fohishaxonada ishlar ekan deb o'qimaydimi, fikr qilmaydimi O'zbekiston? Biz Koreyada chetda ko'rib yuribmiz. O'zbekistondagilar hali unchalik tushunchaga ega emas. Undan tashqari, hammalaring ishlab chiqqansanlar boshqa. Samonimda qo'lida. Men shu joyga ozgina aniqlik kiritib o'taman, chunki bu videomni boshqa joylar ham ko'radi, O'zbekiston ham hamma joy ko'radi. Samonda deganda, endi men u ayol to'g'risi umuman hech qanaqa gap so'zim boshqam yo'q, lekin Nuribank degan narsani men tushuntiraman. Salkam fohishaxona u. O'sha yerda ishlab chiqqansan. Opa, gapni o'ylab gapirish kerak. Koreyaga kelib, bilasizmi, og'ir zavoddagi og'ir ishlarni qilib, qilayotganlar, pul topayotganlar qancha? Oshxonalarda 12 soatlab ishlayotganlar qancha? Kelib jimgina bolasi, oilasini deb yashayotganlar qancha? Hattoki borki shunday ayollar bor. Ishlaydi, svarka qiladi, grenda qiladi. Temirlarning ichida yurib ishlaydi. Hatto TikTokka kirishga vaqti yo'q. Shunaqangi ayollar bor. Siz aytayotgan ayollar 20% ga to'g'ri kelishi mumkin. 20% ga. Siz hammalaring deb gapirib, u hammani nomini bunaqa yomonga chiqarib, bunaqa qilishga sizning haqqingiz yo'q. Qanchadan qancha ayollar bor. Mana shu videoni mana hamma yoqqa tarqatib, ayollar birdamlikda ushlaymiz. Qani kimni fikri, kimni mulohazasi to'g'ri? Joninglar sog' bo'lsin.